Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizga ozish vaqti tanovul qilinadigan zo'r vitaminli desert tayyorlab ko'rsataman. Qani tayyorlashga o'tamiz. Bir dona kivini tozalab, to'rtburchak shaklda to'g'raymiz. Endi idishga joylaymiz. Bir dona bananni ham shu shaklda to'g'raymiz. Bu desertimiz ozdirishdan tashqari organizmni, tanani yoshartiradi. Yosharish uchun ham foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa shirinlik sevuvchilar kechki ovqat o'rniga tayyorlab mazza qilib yeyishi mumkin. Bir dona shaftolini ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Ozishni o'rgating deb yozuvchilar uchun mana sizga ozishning eng zo'r vitaminli usuli. Mana shunday yo'l bilan siz ham ozasiz, ham tanani yoshartirasiz. Endi o'rikka navbat. Azizlar, ozishning eng zo'r tabiiy usullari meni kanallarimda, 3 ta kanalim bor. Agar birinchi marta kanalimda bo'lsangiz, bilmasangiz aytib o'tib ketyapman. Kirib bemalol ko'rib, o'shalardan foydalanib ozishingiz mumkin, 100% ishonarli. Bir dona drakon mevasini ham to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Ba'zi bir kanallarga ko'zim tushdi. O'zlari semiz, yuzlari yog' bosgan, qornlari yog' bosgan ozish haqida tavsiyalar beryapti. Bunaqa soxta blogerlarga ishonmang. O'zidan doktor yasab olib, o'zlari semiz, yana ozish haqida tavsiya beradiganlarga. Endi azizlarim, ustidan uzum qo'shamiz. Keyin bizga yana naturalniy yogurt kerak bo'ladi. Naturalniy yogurtimizni mevalarimizni ustiga qo'shib, yaxshilab hammasini aralashtiramiz. Meni tavsiyalarim bilan qancha kishi ozgan, lichna o'zimga yozganlar bo'lgan. Tavsiyalarim hammasi tabiiy, uy sharoitida o'zingiz tayyorlab, foydalanib ozishingiz mumkin, tanangizni yoshartirishingiz mumkin. Mana shunday qilib, azizlarim, desertimiz ham tayyor bo'ldi. Buni endi bironta idishimizga solamiz. Ustidan zig'ir maydalanganini qo'shib, mazza qilib iste'mol qilishimiz mumkin. Kechki ovqat o'rniga 200 grammdan mana shunday meva desertidan foydalanamiz. Juda ham mazali desert bo'libdi. Albatta tayyorlab iste'mol qiling, sizga yoqadi. Video yoqgan bo'lsa, izohga yozib qoldiring. Kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bu videoni tarqating, hamma ozg'in va go'zallashib yursin. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha.